Bu yog'iga faqat yomg'ir, qor yog'ar ekan. O'shaning uchun sizni o'ylab, kurtkalarning aksiyasiga chegirmani ham qo'shib yubordik. Ko'p joylarda kurtkalarning narxi oshayotgan paytda biz aksiyaga qo'yib yubordik. Hozirgi paytdagi eng aktual modellar, ya'ni qalin plashovka va eko kojadan ishlangan, lekin hammasini ichi to'liq mexli. Dizaynlari bo'lsa har xil skromniy fasonda. Yoqalari mexli deysizmi, kapishonli deysizmi? Narxi bo'lsa aksiyada bor yo'g'i 129.900 so'm. Undan tashqari paytida 350-400 mingdan sotilgan do'kondagi qolgan kurtkalarga 10, 20, hattoki 30% chegirmalar e'lon qilingan. Bu yoqdagilarning hammasi brendli, Xitoy sifatli kurtkalari. Modellardan, razmerlardan umuman muammo bo'lmaydi. 1 metr bo'lib qor yog'maydimi? Bu oyoq kiyimdan qor ham, sovuq ham umuman o'tmaydi. Bemalol kelib, tanlab olishingiz uchun 3 xil modelidan kojinli, zamishli va mamnaqa kombinatsiya qilingan modellardan qo'yganmiz. Bilaman, hozir ichingizda falon pul yetadi deb o'tirgan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, aksincha, narxi aksiyada bor yo'g'i 119.900 so'm. Menimcha, aktual sotilayotgan kiyimlarni ham chegirmaga qo'yadigan do'kon bitta bizda bo'lsa kerak. Yo rostdan buni qarang, o'zi sifati gapirib turibdi-yu, har xil ranglardan bor. Narxi bo'lsa chegirmada bor yo'g'i 249.900 so'm. Chegirma 12-dan 15-dekabrgacha Battinning barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Battin, sifatli kiyim, qimmat degani emas.